Assalomu alaykum o'rtoqlar. Va men buni nimaga bunday bo'lganini bildim. Mana bu kiyimni kiyib olish kerak ekan. Bo'lmasa ekan. Men o'zimcha mana bu kiyimlar yaxshi himoya qiladi deb kiyib olgan edim. Lekin yaxshi himoya qilsa ham o'q cheksiz emas ekan. Qishloq topish vazifamizni ham xullas qila olmayapmiz. 3-qism hali qishloq topolmaganman. Hali meni qishloq topadiganga o'xshamayman. Bunaqa g'alati joylarda. Yana unaqa joylarda yurib kelyapti. O'rtoqlar sizlar ham ularni ko'rib hozir oddiy sizlarga kreativda ko'rsatishga kreativga o'tib oluvdim. Hozir bitta normal joy topolgim kelyapti de o'rtoqlar. Bunaqa joylarda zerikdim. Bitta normal joy topib olib. Keyin bo'ldi. Hech narsa qolganim yo'q kreativda. O'zinglar ko'rib turibsizlar. O'zim miniganim boyagi bo'ldi keyin. Boshqa hech narsa yo'q. Miniganim o'zimniki. Chaklar ochishi sekinligida. Hoppa. Mana bo'larkan normal joylar. Endi bemalol survival rejimiga o'tib olsak ham bo'laveradi. Survivalga. Mana o'taman oldik survivalga hozir. Mana to'xtanglar. Bu axir videoda boshidagi joy emasmi? O'rtoqlar, esinglar ham videoda boshidagi xuddi shunga o'xshash joy topdim. Yo'q, o'tga o'xshamayapti. Balki o'shadir. Mana bunda joy yo'q edi shekilli lekin. Asosiy maqsadimizga Alloh intilib, xullasda. Ana u qishloqmi? Va nihoyat juda uzoq qidirishlardan so'ng men o'sha qishloqni topdim. Juda uzoq qidirdim sen qishloqni. Voh, o'rtoqlar, mana qishloqni ham topib oldik. Bu yerda bizning ishimiz hamma ovqatni uxlatish. Olmalar. What the hell? Bu kerak emas bo'ldi. Hop, kitobni solamiz. Nonlarni solib qo'yamiz. Yo'q, to'xtanglar. Nonni solmaymiz. Mana hop, bu yerga og'zingizni och. Mana. Endi bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ana buni ko'tara olsam yo'q, buni-chi ko'tarar ekansan. Kirka katta narsa. Bu kerak emas mana. Bu endi bugundan boshlab men uyim. O'zimni uyim deb e'lon qilaman bu yerda. Yotoqni esa mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Ana u blokni yoq tarafga qo'yaman. O'rtoqlar, mana bu qurolni hali ishlatib ko'rganim yo'q. Masvaram hali ishlatib. Zo'r qurol lekin bu. O'rtoqlar, qochishlarga e'tibor bermaysizlar endi. Shunaqa telefonda bizda. Boshqa iloji ham yo'q. O'rtoqlar, to'g'risini aytsam, bu mendan zerikdim. Bu mendan
chiqib yangi mer ochib o'shanda endi survival qilmoqchiman. Sizlar nima deysizlar? Bu oxirgi qissa ortig'ala. Oxirgi qissam. Agar xohlasa keyin mana shu videoga xohlab 200 like yig'ib bersanglar, mana 4 qismi chiqadi va men unda yangi video ochaman, yana xuddi shunday survival qilamiz. O'rtoqlar, video juda qisqa bo'ldi. Maqsadimizga erishdik. O'zim katta maqsadlar qo'ygan edim, lekin ularga erisha olmadim. Shu sabab men yangi mer ochmoqchiman. Agar yana mana shunday modlar bilan to'g'rirog'i video ko'rmoqchi bo'lsangiz 200 like yig'ing. Va men yana shunday video chiqaraman. Hammaga xayr. Obuna bo'ling va like bosing.